Siz nafas olayotgan vaqtingizda og'zingizdagi suvni yuta olmaysiz. Va aksincha, suvni yutayotgan vaqtingizda nafas chiqaza olmaysiz. Siz qila olmaysiz, lekin chaqaloqlar qila oladi. Xo'sh, buning sababi nima? Alloh taolo chaqaloqlarga shunday imkoniyat berganki, ular bir vaqtning o'zida, ya'ni nafas olayotgan vaqtda og'zidagi oziq moddalarni yutishi yoki yutayotgan vaqtda nafas chiqarishi mumkin. Buning sababi nima? Chaqaloqlar odatda katta odamlarga qaraganda 2 marotaba ko'p nafas olishadi. Agar ular ham xuddi kattalardek nafas olayotgan vaqtda yuta olmaganda yoki yutayotgan vaqtda nafas chiqaza olmaganida yaxshi rivojlanmagan, to'laqonli oziqlanmagan bo'lar edi. Buning natijasida ular yaxshi o'sib ulg'aymagan bo'lishardi. Shuning uchun Alloh taolo ularga shunday bir imkoniyat berganki, ular bir vaqtning o'zida nafas olib, oziq moddalarni yutish imkoniyatiga ega. Agar so'zlarimga ishonmasangiz, uyingizda chaqaloq bo'lsa, ularni bemalol kuzatishingiz mumkin. Ular bir vaqtning o'zida nafas oladi hamda oziq moddalarni yutadi. Blogimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.